Voy kelin, mo bola qachondan beri telefonda o'tiribdi. Bu telefon zarar bo'lsa bolaga. Qo'yjon yana 10 daqiqa ish qoldirmayapti-da bu qiz menga. Bolam, kel bu telefonni ber bolam. Mana o'yinchoqlarda o'ynaymiz, asal bolam. Mana qaytga qo'yam. Bola soatlab telefonda o'tirsa nima bo'ladi? Birinchidan uning xotirasi pasayadi, ma'lumot eslab qolishi qiyinlashadi. Demak, bu uning rivojlanishiga ham ta'sir qiladi. Ikkinchidan, e'tiborni jamlash qobiliyati sustlashadi. Xayollari har qayerda kezib yuradi. Bir narsani ustida uzoq vaqt ishlolmaydi. Uchinchidan, olamni o'rganishga qiziqishi pasayadi. Ekranlardagi dinamik, tez o'zgaruvchan tasvirlar uni o'ziga o'rgatib qo'yadi. Natijada real hayot unga juda zerikarli va sekin tuyuladi. Bola to'laqonli rivojlanishi uchun unda olam bilan doimiy aloqa bo'lishi lozim. Telefon farzandingizning umrini o'g'irlab qo'yishiga yo'l qo'ymang.